Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xo'sh, yana bir navbatda mebelimiz ustunovka jarayonini tugatdik. Xo'sh, bu mebelni Farg'ona shahri aeroportda oldidagi kottejdagi ustunovka qildik. Общий joyimiz 3.10 ga, bu yog'i 2.40 holatda oldi. Mebelni balandligi 2.20 holatda, kafellari mebel ichida 2 million 100 ming so'mdan pogona metri. Общий holatda 9 million 600 ming so'mlik ustunovka bo'ldi. Hali endi urab ketganmiz. Bu yoqda mikrofonovga joy, svetkasi. 100% mikrofonovkada ichlari ham, o'sha eshiklari ham vakuum shandirda, CD degan shandirda. O'sha mebel ichida qo'shimcha narsalarimiz, bu to'rtburchak bo'lgan, semisitli bo'lgan, o'sha tepasida idish taxlaydigan sushilkasi bor. Patnusimiz bor har doimgidek. Xo'sh, keyin bu sochiladigan turbamiz bor, ilmalari bilan taxchamiz bor. Mebelni xo'sh, yazi butun bo'lgan, chegaralariga alyuminiylarni qo'yib qo'yganmiz, qorasidan bo'lgan. Xo'sh, bunday plyonslari bo'lgan, germetiklab. Xo'sh, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranglarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqarasizlar.